Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Taniqli xonanda va madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov haqida afsuski noxush xabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. To'yda qistir-qistirni olib cho'ntakka solish milliy qadriyatdir. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov to'yda qo'shiq aytib qistirilgan pullarni olganiga izoh berdi. Bu milliy qadriyatning bir qismi. Internetda Ozodbek Nazarbekov to'yda qo'shiq kuylab unga qistirilgan pullarni olayotgani aks etgan video tarqaldi. Madaniyat vazirligining bildirilishicha, to'ylardagi qistir-qistir asrlar davomida shakllangan milliy urf-odat va orzu-havas hisoblanadi. Vazirlikka ko'ra, agar xonanda uzatilgan pullarni olishdan bosh tortganida bu kamsitish yoki mensimaslik sifatida talqin qilinishi mumkin edi, deyiladi xabarda.